Natijani natija, kamchilikni kamchilik deb aytmasak, ishimizga tanqidiy baho bermasak, mazkur tizimda to'planib qolgan muammo va nuqsonlarning bartaraf etish choralarini bugun ko'rmasak, bitta narsani biling, ertaga kech bo'ladi. Ana shu haqiqatni hisobga olgan holda avvalo oldimizda turgan eng muhim masalalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birinchidan, bugun hayotning o'zi konstitutsiyamizda ifodasini topgan eng asosiy maqsad inson manfaatlarini har tomonlama ta'minlashni ustuvor vazifa qilib qo'ymoqda. Inson manfaatlarini ta'minlash uchun eng avvalo xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu umidlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilishimiz kerak. Shu maqsadda tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasiga o'tgan davr mobaynida kelib tushgan murojaatlarning qariyb 50 mingtasidan ko'prog'i bevosita sudlar faoliyati va ularning qarorlaridan norozilik bayon qilingan. Murojaatlarning qariyb 24 mingtadan ortig'i fuqarolik ishlari bo'yicha, 11 mingdan ziyodi esa jinoyat ishlari bo'yicha sudlar faoliyatiga taalluqli ekani bu idoralar faoliyatida jiddiy kamchiliklar borligini ko'rsatmoqda. Odamlar hamma narsaga chidashi mumkin, lekin adolatsizlikka chiday olmaydi. Buni hayotda o'zi ko'rsatyapti. Mana odamlar bilan ko'p uchrashyapmiz. Odamlarning yuzidan bilinadi. Bu so'zlarda qanday katta ma'no borligi barcha sudyalar yaxshi anglab olishlari shart. Sudya bu adolat posboni. Shuning uchun ham sudyalar tomonidan qabul qilinayotgan har bir qarorning qonuniy va adolatli bo'lishi haqida chuqur o'ylanishimiz zarur.